Kosmetologga borishga vaqt yoki mablag' topolmayotgan qizlar uchun bu karboksiterapiya butun soch setilarini portlatib tashadi. O'zim ishlatib ko'rmasam bo'lmasdi. Aynan shu mahsulot O'zbekistonda poddelkasi shu darajada ko'payib ketganki, odamlar farqiga ham borolmay qoldi. Koreyaning o'zida turib, to'g'ridan-to'g'ri zavodidan zakaz qildim. Uni ishlatishdan avval yuzimizni tozalab, yuvib, tonerda namlantirib olamiz. Shpritsdagi suyuqlikni 2 qavat qilib yuzimga surib oldim. Bismillah. Eshitamiz. Nabor ichida o'zini maxsus maskasi chiqadi. Eng top joyi ham sho'tta. Meni yuzim kichkina ham bu maska kattami? Nima qilamiz endi? Ikkitaylik. Oy, ужас какой. Maskani yuzingizni yopishtirishingiz bilan shunaqangi chizillashi boshlaydi. Bu karboksiterapiyani reaksiyasi boshlandi degani. 30 minutdan keyin maskani yechib, yuzimizni iliq suvda yuvib tashashimiz shart. Ketidan albatta uhud qilib olamiz. Bu maskani foyda tomonlari juda ham ko'p ekan. Dermatolog testidan o'tgan O'zbekiston va Koreyada asosan kosmetologiyada ishlatiladigan maska. Teri rangi xiralashib, yuzida porasi kengayib ketayotgan, tug'ruq, quyosh va ugridan qolgan dog'lari bor qizlarga juda ham mos kelar ekan.